Assalomu alaykum Nafis mebel muxlislari. Xudo xolasa Toshkentda Qushbegiga bugun ishimizni o'rnatib tugatdik. Bugun xudo xolasa ishlarimiz 22-aprel. Ertalab kelib boshlaganda ishimizni o'rnatishdi. Xudo xolasa mana tugatdik. Uzunligi 570 bo'ldi. Lof stollari bilan qilib berdik uni. Olib kelib Andijondan olib kelib o'rnatib berdik. Materialimiz laminat bo'ldi 100%, rossiyskiy laminatdan qilib berdik. Dukovatan rangi oqda aralashtirib qilib berdik. Xudo xolasa bu rangimiz ham o'ta chiroyli chiqdi. Uyda egasiga yoqdi. Xizmatlar bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Bu kuxnyamiz общий olib kelib o'rnatib berishlaringiz bilan 17 millionga olib kelib o'rnatib berdik. Aloqaga chiqarasizlar xudo xolasa. O'zbekiston bo'ylab ovola o'rnatib berish dastlabkilari bor.